Bismillahirrahmanirrahim. Bahra Anvar salavati sharifa. Allahumma salli ala Muhammadin bahri anwarika wa ma'adini asrarika wa ayni inayatika wa shamsi hidayatika wa urusi mamlakatika wa amin vilayatika wa lisani mahabbatika wa imami hazratika wa khayri khalqika وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ma'nosi Bismillahirrahmanirrahim. Allohim o'z nurlaring, ummoni o'z sirlaring, madani xazinasi, o'z inoyating chashmasi, o'z hidoyating quyoshi, o'z mulku mamlakating gultoji, o'z mulkingning omonligi, tinchligi, sening muhabbating tili, o'z huzuring imomi, o'z xalqing yaratganlarning yaxshisi, yaratganlaringni eng afzali, eng xayrlisi, bandang va habibing, barcha payg'ambarlar mursali, elchilarning xotami, muhri va yakunlovchisi bo'lgan ummiy nabiy bo'lmish rasuling Hazrati Muhammadga sallallohu alayhi vasallam, yer va samo ahlidan bo'lgan muqarrab farishtalaringga salot va salomlar ayla. Barchalariga Alloh taoloning rizoligi bo'lsin. Rahmating bilan duolarimizni, salomlarimizni qabul et. Ey rahimlilarning eng rahimlisi va butun olamlarning Robbisiga hamdlar bo'lsin. Fazilati: bu muborak salovati sharifni 3 marotaba o'qimoqlik 100 ming salovat aytmoqqa barobardir.